tanlaymiz. Bitta aylantirganimizdan keyin bitta odam tushadi. Undan keyingi odam ana shu odam bilan tushadi hozir. Ko'chada bo'lsa ham hozir sizlar uchun qilyapmiz. Mana Zabilal tushdi. Birinchi o'yinga yozib qo'yamiz. 2 Zabilal pastga endi hozir kim tushsa ana shu Zabilal bilan o'ynaydi. Qani bismillah. Bu Saberni belgisi bo'lgan Saber belgisini shunday kalkulyator bosib. Hop. Mana birinchi o'yin tayyor. Birinchi o'yinda shu Bilal bilan Zabilal bilan shu Saberni belgisi o'yinchi ikkalasi bo'ladi. Birinchi o'yin deb qo'ysam, shu ikki. Bolalar keyingisi qani? Hop. Optimal. O'zim tushdim. Bu birinchi o'yinniki ketdi mana. Bu ikkinchi o'yin. Optimal. Voy, ketib qoldi. Yaxshi. Qani, men bilan ketib qoldim. Biz aytgan hozir bolalar to'g'ri tushunasa, agar o'chib qolsa, video o'chib qolsa, endi voy, o'zimni radnoy ukam bilan tushib qoldimmi? Ukam qatnashyapti, o'zim ham qatnashyapman. Qo'ysam endi mana qilaysiz. Hop. Bolalar hozir videoda o'chiryapman. Mana ko'rdinglar, hozir birinchi, ikkinchi o'yinda halol bo'ldi. Hozir zaryadka kamligiga hozir videoda o'chirib turibman. Keyin anaqalar отдельный shunaqa bo'ladi. Hozir zaryadka kam, keyin sharoit yo'q hozir zaryadkaga. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Hozir tashqaridan. Qolganini ham hozir qilamiz, lekin hozir video zapisni o'chiraman. Keyin davom ettirib qolganini gruppaga tashlab qo'yaman. Hammaga omad. Turnirda ko'rishguncha. Turnir bugun 8 da birinchi o'yin bo'ladi.